har bitta obunachimga shunaqa xonadon va shunaqa zinalar nasib qilsin deb niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa sizlarga nasib qiladi. $70 boshlanib $200 chiroyli holatda qilib berishar ekan. Bu 9 yil oldinga qilingan zina bo'lar ekan. Juda ham sifatlari zo'r, yangidek turibdi. Svetlari ham yonadi, bu qorong'ida yonadi. Hozir sizlarga ko'rinmayapti. Xo'p, eng yaxshi tomoni shu ko'rib turganlaring yong'oqdan, qo'l mehnatidan bo'lgan. Bu o'zi zinamiz hamma joyi yong'oqdan bo'lgan bo'ladi. Xo'p, endi $70 dan bo'ladigan bo'lsa, endi shu hamma yo'g'i ichida kiradi. Bu ko'rib turganlaring chiroyli holatda yong'oqdan qilib berishgan. Endi bu tomonni qanaqa hisoblaymiz deganlarga xuddi shunaqa $130 dan betini ham metrini hisoblab qilib berilaverar ekan. Garantiyalari bor. Mo'yshi arta-arta ishlatsalar ham bo'ladi. Eng asosiysi sifati zo'r, qaranglar. Qamallamaydi, g'ijjillamaydi, boshqa bo'lmaydi. Mana qaranglar, pishiqlik tomonlama ancha pishiq bo'lgan. Kimga shunaqa zina xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, tajribasi bor aka-ukalarimizni tavsiya qilamiz. Pastda nomerlari bor. Nozimjon akamga aloqaga chiqadigan bo'lsalar, shunaqa sifatli zinalarda chiroyli holatda qilib beriladi. Yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, bitta like bosib berasizlar degan umiddaman.